qarindosh urug'lar orasidagi nikoh nima uchun xavfli hisoblanadi? Ya'ni ularning gen populyatsiyasi bir-biriga yaqin bo'ladi. O'sha uchun gen almashtirish vaqtida xatoliklar yuzaga keladi va ularda genetik kasalliklar uchrashi oddiy aholiga nisbatan ko'proq bo'ladi, uchraydi. Ya'ni bunda nimalar qilishimiz kerak bo'ladi? Birinchi o'rinda genetik nazoratida turishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi o'rinda o'z vaqtida ultrazvuk tekshiruvlaridan o'tish va genetik qon tahlillarini topshirish kerak bo'ladi. Genetik bilan va ultratovush tekshiruvi ginekolog yordamida homiladorlikda olib borish kerak bo'ladi. Nima uchun men buni sizlarga aytyapman? Bugun bizda ikkita qarindosh urug'chilik nikohda ikkalasida ham nuqson aniqlandi. O'sha uchun qizlarjonlar nihoyatda e'tibor bo'lamiz. Iloji boricha qarindosh urug'chilik nikoh bo'lmagani ma'qul. Faqat qarindosh urug'chilik nikohda emas, qarindoshlik rishtalariga ham putur yetdi bugun bitta oilada. O'sha uchun e'tibor. Hop, qizlar, sizlarga aytmoqchi bo'lgan narsam nima? Yaxshilab qaranglar, eshitib olinglar. Mana bu yo'ldoshni muddatdan oldin yetilishi deyiladi. Mana bunaqa oq-oq kalsinatlarni ko'ryapmiz, 32 hafta 6 kunlik ekan. Shu srokda mana shunaqa ko'rinyapti. Demak, ozginagina yo'ldoshimiz oldindan yetilib qolgan. Bu qanchalik xavfli? Buni xavflilik darajasi shundaki, qachon bola atrof suvlari kamaysa yoki bolaga borayotgan qon miqdori da gipoksiya bo'ladigan bo'lsa, havo yetishmovchiliklar bo'ladigan bo'lsa, yo'ldosh o'zini funksiyasini yaxshi bajarmasa xavfli hisoblanadi. Bo'lmasa biz buni bu darajada xavfli demaymiz. Hozirgi zamon olimlari yo'ldoshni 10% qismi qolsa ham bolani boqolaydi degan ideyasi bor. Bu birinchi faktor. Ikkinchisi, agar shunday holatga nima olib keladi deb o'ylayotgan bo'lsanglar, siydik yo'li infeksiyalari, qon aylanishida buzilishi, organizmda ayolni shamollab o'tish holati. Yaxshilab eshitib olamiz qizlar, bolani bo'yniga kindikchasini o'ralib qolishi yoki umuman bolaga kindikda o'ralib qolishi haqida. Hozir ayolim kelganlar 32 hafta aytyaptilar, Gulnoz opa kindigi o'ralib qolibdi, endi nima bo'ladi? Hech narsa bo'lmaydi. Kindik o'raladi, chiqadi 20 minutda ham, 1 kunda ham, 2 kunda ham yoki o'sha paytda ham chiqib ketishi mumkin bo'ladi, bolani harakatlariga bog'liq. Qachonki bolajonimizda 37 haftadan oshsa, harakatlari kamaysa, aylanib olishi qiyinlashsa, o'shanda bo'yniga 2 va undan ortiq o'ralsa va u tugunli bo'lsa, kindikda qon oqimini o'lchaganda spektrda o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa, u xavfli bo'ladi. Bo'lmasa u xavfli emas. Agar kindik uzunligi norma bo'ladigan bo'lsa, 2 marta, 3 marta o'ralsa ham akusher ginekolog